masla deydi-ku bir akamiz. Shunaqa bitta blogerimiz bor-ku. Xullas, sizlar uchun yana izlanib, yengilliklarni qilishda davom etyapmiz. Xudo xohlasa, bizni kuzatishda davom etasizlar. Qaranglar. Mana o'sha ko'pchilik ishonmayapti hali ham boshlang'ich to'lovsiz desak. Yozib qo'yibmiz. Hech qanaqa boshlang'ich to'lovi yo'q. Holati yaxshi. Hamma ayblarigacha yozib qo'yibmiz mana. Yili 2008-yil, holati yaxshi, 15 oyga 350 dan chiqadi. Kraskasi toza, motori yaxshi, metan benzin quyilgan. Bu mashinamiz общий kraska 260 dollar, hech qanaqa boshlang'ich to'lovi yo'q, banklarni aralashtirmasdan 260 dollardan. Kraskasi общий kraska, holatini ko'rib turibsizlar, hamma narsasi joyida, ishlab turibdi. Hamma mashinlarimizni mana shunaqa qilib yozib qo'yibmiz. Hech qanaqa boshlang'ich to'lovi yo'q mana. Faqatgina katma holatlaring a'lo holatda bo'lsa bo'ldi. Masalan, bu mashinamiz ham 350 dollardan 15 oy boshlang'ich to'lov qilmaysiz. 350 dollardan 15 oy to'laysiz, mashina o'zingizniki bo'ladi. Bunaqasi faqat NBNda bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etib, videoga like bosib, bizga podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmas.